Qobil, o'rmonda qolib ketdik-ku. Senga aytdim, mana shu yerga kelmaylik dedim. Sen esa, "Yo'q, hozir birpasda kelamiz, yo'q, hozir birpasda kelamiz" deysan. Endi nima qilamiz? Qara, bo'rilarni ham ovozi eshitilyapti, ayiqlarni ham. Yo, ayiqlarga ayiq chiqishi ham mumkin bu o'rmonda. Lekin qo'rqinchli. Yur, yana yuraylik. Qandaydir uy yoki kimnidir uyi chiqsa kerak, balkim. To'g'rimi? Bu yerda qolish xavfli. Qobil, gapir. Lekin men shu yerda qolgim kelyapti. Chunki u uyingizdan xatoni fikringga qo'shilmayman lekin. Nima? Qo'shilmaysan? Bu yerda bo'rilarga yem bo'lasanmi yoki o'sha yerda issiqqinada o'tirib karavotda uxlaysanmi deyapsan? Nima? Bu yerda yurging kelyaptimi sen yoki o'lging kelyaptimi bu yerda? Hech kim bilmaydi bu yerda. Bilaman. Mayli, yur. Hop, mayli, orqamdan yurib ketdik. Ular buncha qo'rqinchli. Biz qarorchi bu Qobiljon bilan qishloqni oddiy aynashga chiqdik. Narsa topamiz deb. Lekin adashib qoldik. Mana shu o'rmonda adashib qoldik va Qobiljon bilan qolib ketdik. Nima bu? Uylar ochiq. Voy. Qobil, kelyapsanmi? O'zingni emas, ahmoq. Yo'y. Qachon kelding? Eshitmasmiding? Ha, mayli. Shu uyda turib qolamizmi? Qara, bunchalik qo'rqinchli emas, lekin ancha qo'rqinchli emasga o'xshab tuyulyapti. Hech kim rosa tashlandiq bo'lsa kerak. Jinnimasan, bu yerda kimdan yashashadi? Alqishlarmi? Bu yerga 3000 yildan beri hech kim kelmagan. Bu yerda hattoki politsiya ham o'tmagan. Kimdir bo'lsa politsiyaga xabar ham bera olmaymiz. Nima qildi zato bu yerda qolamiz, yaxshi uy ekan. Yur, ichkariga o'ynashmasdan. O, svet ham yorqilib turibdi. Svet ham bor ekan. Bu yaxshi. Xo'p, Qobil, sen ikkinchi etajni qara, men birinchi etajni qarayman. Bu yer oshxona bo'lsa kerak. Xo'p, mayli, bu yerlarda hech narsa yo'q ekan. Kimsan? Gapir. Ey, deyapman senga. Bo'lar. U qani? Hozirgina shu yerda edi-ku. Yomon qo'rqinchli ovoz chiqardi. Nima? Bu yerlarda ham narsalar bor ekan. Garajga borib ko'ramiz. Bu garaj bo'lsa kerak yo'qdan ham. Bu yerlarda o'simliklar o'sib ketdi. Bu yerga qaramaganim ma'qul. Buni qo'rqinchli. Tezroq Qobil oldiga chiqay. Steyt topganimni aytaman. To'xtanglar, bu yerda nima bor? Bu yerda nima bu? Xona bo'lsa kerak. Eshiklarni ham kesib yopib qo'yay desam. Ha, mayli. Qobil, nima qilyapsan bu yerda? Jimgina turibsanmi oddiy? Yo'q, qara, ikkita karavot topdim. Ko'rmayapsanmi? Ikkita karavot, yaxshi. Men esa steyk topdim. Mana, senga yarmini beraman. Mayli, men senga beshtasi. Xo'p. Negadir pastda gapirdik. Kimga gapirdik bilmadim. Mayli deb qo'yardim. Pastdami? Oldin o'zimga o'zim mana obunachilarimga gapirayotgandim-da. Yaxshi, aroq sanayotgan o'xshaydi. Tezroq o'qla. Mayli, sen mana shu oqda o'qla, men esa mana bu kulrangda o'qlayman. Xo'p, qani, yaxshi tur, bitta. Nima edi bu? Mana ovoz keldi, Qobil. Bilmayman, men ham shundan uyg'onib ketdim. Qayerdan keldi bu ovoz? Tashqaridan keldimi nima bala? Yo'q, pastdan keldi o'xshaydi. Xo'p, mayli. Men hozir pastga tushib turaman. Tushib ko'raychi. Yo'q, bu yerlarga qaraylik. Yo'q, bu yerda hech kim yo'q. Xo'p, bu yerlarga qaraylik. Bu yerlarda kim bor? Kim bor? Qayerdan kelgan bo'lishi mumkin? Yeltura. Xo'p, Qobilga aytaymikan? Mayli, Qobil o'sha yerda tursin. Men sekin tushaman. Tushib chiqaman. Qani. Çok qo'rqinchli. Jakka yoqaylikchi. Qandaydir ovozlar kelyapti. Qo'chinglar, men tegmayman sizlarga. Bu yerda eshik. Kira olmas ekanman. Mayli, sindirib ko'raylik. Sindir. Buni ham sindi. Hop. Siz kimsiz? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Men o'rtog'im Qobiljon bilan shu uyda yotib qolishga aniq qildim. Kim haqida gapiryapsiz? U qayerda? Sizni qanday qutqarsam bo'ladi? Men buni sindirib olaymi? Sindira olar ekanman. Mana bu o'chilmaydi ekan. O'zini xonasi. Men qayerdan bilay o'zini xonasini?
Anavimi? Lekin men bu yerlarga yashagan o'xshaydi u birinchi. Mayli. Kiraychi. Qattiq ochilar ekan lekin. Voy, hamma joy chirib ketibdi-yu. Bu yo'llarni ko'ramiz. Suvga tushdimi baribir. Xo'p, bolalar, bu yerdan beri qidiryapman, lekin hali ham kalitni topganim yo'q. Men bu yerda nimaga bu nima? Kalitmi? Xo'p, kalit topildi. Uy, siz kimsiz? Siz kimsiz? Salom, Deadmay. Bu yerda nima qilyapsan? Men hech narsa, bu yerga qiziqib kirib qoldim. Ana shunga shu yerda yurdim. Aldama, qo'lingdagi kalitni ber menga. Evaziga seni qo'yib yuboraman. Yo'q, sizga bera olmayman. Ber menga deyapman. Evaziga seni va Qobiljonni qo'yib yuboraman. Aldayapsiz. Agar anuvchi kim? Mahfuz. Ha, o'sha. Unga hech nima qilmaydi, mana shu yerda qoladi. Lekin men sizga bera olmayman kalitni. Unda o'zingdan ko'r. U qani? Bu yerda yo'q. Bu yer eshikni sekin yopamiz. Sekin chiqamiz. Uy, tuchitordingiz. Ne to'xtayman men sizga. Ha, topdim. Mana kalit. Yuring endi. Endi yuring deyapman, uyalib. Mayli, yuring. Qochamiz bu yerdan. Bo'lar, bu yerdan qochishga. To'xtab turinglar. Xo'p, mana bundan chiqamiz. Uy, cho'chitordingiz muncha tezsiz. Hali siz chiqqaningizni ham ko'rganim yo'q-ku. Mayli, hozir Qobiljonni chaqiraman, ya'ni meni o'rtog'im. Keyin birga ketamiz, maylimi? Bu yerdan tezroq qochmasak, bu yana kelsa bizni ikkalamizni ham o'ldirishi mumkin. Hop, qani, tepaga chiq. Qobil? Qobil. Nega Qobil yo'q bolalar? Qobil. Qobil. Uy, uni men deb o'ylab qopman. Kimdir menga qarab turganga o'xshab. Ey, ismingiz nima? So'ramabman. Menga qarang nega? Qarang, men Qobilni topa olmayapman. Negadir u yo'q. Mana bu yerda emasmi? Qobil? Yo'q, bu yerda ham. Bilaman bu yerda o'lishimizni, ammo lekin Qobilni topmasam keta olmayman. U mening yaqin do'stim. Xo'p, bo'lar. Qobil bu yerda emas. Mayli bo'lar. Keyingi safar topamiz. Yuring. Ketdik. Xo'p, qochamiz bo'lar, qochamiz. Qochdik. Shu yerdamisiz? Ha. Qobil. Qobil, qayerda eding? Men shu yerda edim-ku, sen o'zing bu yerdan qochib ketding va meni tashlab ketding. Yo'q, men seni tashlaman, yil turib mana bu qizni aniq qidirdi. Nima shunchalik 1 soat qidirasanmi? Yo'q, 1 soat qidirganim yo'q. Anavi bitta yovuz mahluq meni uxlatib qo'ydi va buni qutqardim va seni qidirdim rosa. Ha, seni ovozingni eshitdim va mana shu yerga qaytib keldim. Ha, mayli, tezroqlik. Bo'lmasam u bizni yana qamab yoki nimadir qilishi mumkin. O'shaning uchun qochamiz. Bo'ldi, biz qochamiz. Kamera bilan o'tgan videoda aytganda yugurish qiyin. U qishloqni o'zim kanalga olib bordim. Va hozir bularni ham qishloqimga olib borib, birgalikda keyin ertaga yana video chiqadi, ko'rasizlar. Mayli, xayr bolalar. Yaxshi dam olinglar. Videoda men va Lisa va Qobiljon albatta bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.